أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz o'quvchilar, tunugungi darsimizda hammanglarga ma'lum bo'lganidek bandalarning haqqining Allohning haqqining oldida turadiganligi haqida biz to'xtalgan edik. Bugungi darsimizda jamoatning haqlari, jamoatning manfaati, shaxslarning yakka yolg'iz shaxslarning haq va manfaatlarining oldida turadiganligi haqida to'xtalamiz. Chunki her qandaq bir şahıs bo'ladi ekan, o şahıs cemaatsiz bo'lmaydi, cemiyetsiz bo'lmaydi, o davlatsiz bo'lmaydi. Unda bo'lganda o şahsning manfaatidan cemaatning manfaatini, davlatning manfaatini, cemiyetning manfaatini oldingi o'ringa qo'yganlik, yanıla şu şahsning manfaatini qo'g'diganlik, şu şahsning manfaatiga ega chiqqanlik va şu şahsning manfaatini saqlab qolganlik bo'ladi. İslam shuning uchun jamoatga, ya'ni bugun jamoatning manfaatini oldida qo'yishni ve cemaatning menfaatini muhim bo'lishni shaxslarning menfaatidan, shaxslarning haqqidan talab qiladi. Masalan, bir ko'l bor yoki o'stan bor. O ko'ldan hamma kishi suv elib ichishi va o ko'lning suyidan manfaatlanishi hammalarning yo'li. Ama bir şahsın birisi kelib o kölge sakrayman desa yoki o kölning suyida yuyunaman desa, o vaqtda İslam onu cheklaydi. Gerçi onun şu kölge tushish va uningda yuyunish haqqi bo'lsa-mu, ammo boshqalarning haqqini to'sib qolganligi uchun, ya'ni boshqalarning manfaatlanish haqqi, işletiş hakkını tosup qolganligi uchun o İslam mana bu yerda boshqalarning manfaatini qo'g'dash uchun sen bu ko'lning suyini buzib etma va bu ko'lni bulg'uma deb İslam bunga cheklaydi. Masalan, İslam jamoatning manfaatini qo'g'dash uchun bir aile bolsa, bu ailede 5 ya 6 o'xshagan bola bolsa, ama er ve ayol bir-birinin mijazini kelishemmi, bir-biri bilan chiqishamay, aileni buzuman, aileni yiqiman desa, İslam şu özünün micazi ya özünün menfaati ya ki özünün menfaatini deb aileni buzmoqchi bo'lgan vaqtda İslam bu aileni buzma deydi. Çünkü o aile ota-onadan iborat ikkili shaxsning emas, bir necha boladan iborat bir necha kishining oilasi. Unda bo'lganda u özünün menfaatini deb aileni yiqish, boshqalarning haqqini vayron qilish va boshqalarning haqqini nobud qilishga islom bu yerda yo'l qo'ymaydi. Bunda vaqtda bir shaxsning manfaati ya bir shaxsning haqqini ummatning
umumning boshqa ko'pchilikning manfaati uchun islom buning manfaatini voz kechishga va bu manfaatni qurbon qilishga talab qiladi. Demak, ana u o'zining manfaatidan voz kechganlik, u o'zini qurbon qilganlik emas. O'zini nobud qilganlik emas. Faqat umumni qo'g'diganlik, umumni himoya qilganlik. Shu asosida o'zini ham qo'g'diganlik, o'zini ham himoya qilganlik. Ammo islom xuddi umumning manfaati, ko'pchilikning manfaati yoki jamoatning manfaati deb shaxsning manfaatini kommunizm davlatlariga o'xshash mutlaq qurbon qiladigan, o'ylashmaydigan, uning manfaatini qat'iy e'tiborga olmaydigan din emas. Agar umum bilan shaxsning manfaati yo umum bilan umumning ichidagi bir kishining manfaati to'qinish kelib qolgan vaqtda mumkin her ikkilisinin menfaatiga e'tibor beradi. Agar mutlaqa ikkili menfaatini e'tiborga olg'ili bo'lmagan vaqtda eng tuvan darajada menfaatini qo'g'dashga tirishadi va umumning menfaatini oldingi o'ringa qo'ydi. Yoki bu din shaxsning menfaatini qo'g'dayman deb kollektivning menfaatini, ko'pchilikning menfaatini qurbon qiladigan din emas. Shuning uchun darsimizda avlaviyatu huququl jamoa ala huququl afrod. Jamoatning huquqi, umumning, kollektivning huquqlari shaxslarning huquqlarining oldida qo'yiladi va shaxslarning huquqlaridan muhim, a'lo bo'ladi degan bu yerda to'xtalamiz. Ve mimma yuzkaru huna aydan fi fiqhil avlaviyat. Fiqhil avlaviyatta hem tilgi elinadigan, sözlep ötülüdigan işledin birisi ennel faraidel mutaalliqa bi hukukul cema'a mukaddeme alel faraizil mutaalliqa bi hukukil afrad. Umumning haqlariga, menfaatlariga aloqador bo'lgan farzlar shaxslarning, yakka kishilarning haqlariga aloqador bo'lgan, chetishlik bo'lgan farzlarning oldida qo'yiladi va a'lo bilinadi degan bu tilg'anadi. Nimichqa umumning menfaati shaxslarning menfaatining oldida qo'yiladi desa, chunki shaxs faqat jamoat bilan mavjud bo'ladi. Ya'ni umum bilan mavjud bo'ladi. Umum yo'q bo'ladi ekan, jamoat yo'q bo'ladi ekan, shaxsda yo'q. Shaxs mavjud emas. Shuning uchun bir kishi o'zi tava bo'lgan umumning qadri bilan uning qadri, o'zi tava bo'lgan umumning obro'yi bilan uning obro'yi, o'zi tava bo'lgan umumning hurmati bilan uning hurmati bo'ladi. Bu hammamizga ma'lum. Agar biz tava bo'lgan millat, biz tava bo'lgan umum ya biz tava bo'lgan jamiyatning xalqaroda, dunyoda kishilar orasida qanchalik hurmati bo'lsa, inovati bo'lsa, kuchi bo'lsa va kishilar orasida qanchalik imtiyozi bo'lsa, u umumga tava bo'lgan shu shaxsningmi o'xshashlar qadri qimmati, imtiyozi, hurmati birga o'sadi. Chunki qadimqilarda bir ig'iz gap bor, yolg'iz otning chengi chiqmaydi, chiqsimi dingi chiqmaydi deydigan. Bu degan gap, yolg'iz ot har qancha chopsimi, u o'zining chang tuzonlarini o'rlatanmaydi. İlla
öğretti desek mi deni çıkmaydı. Va haq onun qanchalik chang tuzan chiqarganligini, qanchalik chapqanligini e'tibor qilmaydi. Ammo bir qo'shin bo'lgan yo bir umum bo'lgan bir atlar chepib kelsa, uningdan chiqqan chang tuzan, uningdan o'rlagan to'pula shunchalik osmon falak bo'lib, kishilarning diqqatini tortidi va diqqatini qo'zg'ay oladi. Demek, şahıs fakat cemaat bilen buludu. Şunun için özünü qo'g'dash, özünün mevcutluğunu saklash için şahıs özünün aldı bilen tavallikini, aldı bilen özünün mensup bo'lgan ummetni, milletni, xalqni, cemaatni o'ylagan vaqtda o şunun bilen teng mevcut buludu. İnsan özü yalğız yaşaşqa qadir emas. Hiç qandaq dünyada bir insan yalğız, yigani yaşayamaydı. Dünyada bir insan dünyanın qandaq yerde bolsun yalğız yaşagan, yakka beşi bilen hayat keçirgen insan yok. O mümkün emas. O ya ayol bulap yaşaydı, ya ki atı balı bulap yaşaydı, ya ki kulun qo'shnilar bilan yaşaydı, ya ki urug' tuqqanlar bilan yaşaydı. Ama yalğız yaşayamaydı. O'ylab bakın. Fahuve medeniyyun bi tab'ih. O insan özünün tabiitide akıllık, sapalık, bir medeniyetlik, bir puhra o. Qadimkilar deganidek. Yoki hozirgi jamiyat shunaslar hozirgilar deganidek o insan ijtimoiy hayvon. İnsandan so'rab baqsaq, insan ijtimoiy hayvonmi yoki fardiy hayvonmi deb so'ralgan vaqtda insan ijtimoiy hayvon. Ya'ni onun tavalliki, o mensup bulunduğun mensubiyeti, o cemaat, o cemiyet, o umum. Yakka, yigane tavallik yok. Ya onun dadisi buludu, anısı buludu. Ya onun akısı buludu, ukisi buludu. Ya onun bir tuqquni buludu, ya onun qo'shnisi buludu. Her halde insan ijtimoiy cemiyetleşken, cemiyetke mensup, cemiyetke tava mahluk. Demek insan özü yalğız yaşayamaydiken, cemiyeti bilen yaşaydiken, cemiyetini qo'g'dash, umumning menfaatini himoya qilish, umumning menfaatiga ko'ngil bo'lish, umumni taraqqiy qildirish, umumga ahamiyat berish, bu shu insonning o'zini taraqqiy qildiganlik, o'zini kuchlantirganlik, o'zini qo'g'diganlik. Shuning uchun islomni ijtimoiy din, cemaatleşmegen, cemiyetleşmegen, umumlaşmagan Müslümanlar dinge tuluq, mükemmel, Allah nazil kılgan şekilde ibadet kılalışı ve onunla amel kılalışı o mümkün emas. Din insan ictimai insanını yetekleş üçün düşken din ictimai. Ama sen yalğız, yakka ya öz beşin bilen bu dinge amel kılıman, bu dinni tatbiqlayman, bu din bilen yaşayman, dinni terakki kıldırman, dinni üstün kıldırman digellik, bu şu dinnin asli mahiyetini, asli karakterini düşünmegellik. İnsan özü bilen aciz. Bir insan yalğız bolsa az o, aciz. Cemaati bilen köp. Bir milletni Uygur desek mesela, yalğız men desek az o, aciz o. Ama 20 milyon Uygur, 30 milyon Uygur desek bu köp. Bir Müslüman, bir yurttaki Müslüman ya Türkiye'deki Müslüman ya Saudi'deki Müslüman ya ki Uygur ilideki Müslüman bulsun, bu Müslüman
20 milyon Uygur ilideki 20 milyon Uygur Müslüman, Türkiye'deki 80 milyon Türk Müslüman dese bu az bu. Ama Müslüman dese bu 1 milyar 700 milyon Müslüman bu. Köp Müslüman, bu güçlük Müslüman, kudretlik Müslüman, çoğun Müslüman. Bu mını muşundak çoğun tevelik bilen o heybetlik, o kudretlik, o güçlük. Belki o özü yok, yalğız bozu yok. Cemaati ölen mevcut. Şunun için Peygamber aleyhissalatü vesselam cemaatten ayrılgan kişi otqa ayrıldı ya ki koyunun topunun ayrılganla ne böğrü yeydi degen gap yok buludu, tügeydi, mevcutluğunu mu hem saklayamaydı degen gap. Demek insanın mevcutluğu, insanın izzeti, insanın kıymeti, insanın hayatı del şu insan tevab olan umum, tevab olan kollektif, tevab olan şahs bilen buludu. Şunun için kollektifin menfaati, şahsın menfaatidir. Umumның menfaati, yakki bir kişinin menfaatidir. Mukaddem aldınqı urungu koyuludu. Bu cehdeden cemaatinin hakkıga yoki ümmetning haqqıga, menfaatiga aloqador bo'lgan farz shaxsning haqqiga aloqador bo'lgan farzdan kuchliroq bo'ladi va buningdan muhimroq bo'ladi. Va lihaza qarrara ulama shunlashqa shaxs jamoatsiz, umumsiz bo'lmaganlik uchun shaxsning menfaati jamoatning menfaatisiz qo'g'dalmaganlik uchun, shaxsning e'tibori jamoatning e'tiborisiz qo'g'dalmaganlik uchun shaxs jamoat bilan shaxs, yakka kishi umum bilan kuchlik, umum bilan mavjud, umum bilan ko'p bo'lganligi uchun ulamalar jihad farz-i kifoya bo'lgan vaqtda farz-i kifoya bo'lgan vaqtda ve atalığı yaxşılık qilish arasında to'qinish kelgan vaqtda jihad farz-i kifoya ekan. Atalığı yaxşılık qilish bilan jihad qilish o'rtasida to'qinish kelibdi. Atalığı yaxşılık qilish kerakmi? Jihad qilish kerakmi? Bundaq to'qinish kelgan vaqtda ulamalar ata-onaga yaxshilik qilishning oldingi o'rinda qo'yiladiganligi muqaddam ekanligini qaror qildi va bekitdi. Bu biz sözlügen sahih hadislerde keldi. Yukarıdaki aldınki derslerimizde bu haktaki sahih hadislerini sözlügen biz. Demek cihat bu bir farz. Atanığı yaxşılık qilish, atanını beqish, atanını xarvilish bu bir farz. Bir insan cihat qilmoqchi bo'lib uydan chiqqanda ata-onani bakıdığan, ata-onasının xarvoladigan bir insan yok. Bu halda cihat kılamdı ya ki ata-onani bakamdı değilse o vakitte ata-onani bakıdı. Çünkü bu vakitteki ata-onani bakış farz, ayn cihat kılış farz-ı kifoya. To'qinishda ata-onaning haqqi muqaddam bo'ldi. Lekin agar cihat farz-i ayn bo'lsa, uni cihat qanday vaqt farz-i ayn bo'ladi? Xuddi kafir dushmanlar islom yurtlaridan bir yurtga, islom vatanlaridan, davlatlaridan bir davlatga hujum qilsa, shu vaqtda u yurtning ahliga, hammasiga er, ayol, ho'l, qo'l, cho'ng, kichik hammasiga özünün devletini müdafaa qilish uchun chiqish farzdir u vaqtda. Devletni müdafaa qilish uchun chiqish farz bo'ladi. Nima uchun? Chunki davlat katta, jamoat katta, umum katta. Davlat katta, jamiyat katta, davlat katta,
aile ketdi, devlet ketdi, her nesi ketdi. İslam yurti, yani İslami vatan, İslam düşmanları hücum kılıp kirgen çağda, o yurtni qoğdaş, o yurtni himoya qilish, o farz-ayn bo'ladi. O vaqtda hamma shaxslarning chiqishi zarur bo'ladi. Chunki unda bo'lmasa o yurt İslam yurti boshqalarning qo'liga o'tib ketsa, birinchidan dininiz yo'q bo'ladi, ikkinchidan iqtisodingiz yo'q bo'ladi, uchinchidan o'zingizning mavjudligingiz yo'q bo'ladi, to'rtinchidan avlodingiz xayim xatarga uchraydi, beshinchidan obro'y inovatingiz, oltinchidan til yoziqlaringiz va hamma narsa yo'q bo'ladi. Oila, jamiyat, din, hamma narsa yo'q bo'ladi. Mana bu vaqtda dinni qo'g'dash yuzasidan bo'lamdi yoki jonni qo'g'dash yuzasidan bo'lamdi yoki molni qo'g'dash yuzasidan bo'lamdi, obro'yni qo'g'dash yuzasidan bo'lamdi, avlodni qo'g'dash yuzasidan bo'lamdi, urf odat an'anani qo'g'dash yuzasidan bo'lamdi. Qaysi xil tarafdan bo'lsa, mana buni qo'g'dash yuzasidan musulmon o'zining yurtini qo'g'dash uchun jihad qilish farz bo'ladi. Agar ba'zi dadalar yoki onalar o'zining hissiyotining talabi sababli bolalarining bu mudofaa jihodiga sheriklashishga qarshi chiqsa, ularning qarshi chiqqanligiga shar'an e'tibor qilish yo'q. Mayli qanday qarshi chiqsin, to'sqinlik qilsin, rozi bo'lmasin, bergan sutimga rozi emas desin, o e'tibor qilinmaydi. To'g'ri. Anna birrahuma va ta'atuhuma farz-ayn. Ota-onaga yaxshilik qilish, ota-onaga bo'ysunish farz-ayn, gapini anglash farz-ayn. Xuddi shundaqla jihad qilish bu vaqtda o farz-ayn. Lekin bu yerdagi jihadning farzligi bütün ummatni himoya qilish uchun bo'ladi. Uning jumlasidan ota-onami bor, ota-onani himoya qilish, qo'g'diganlik. Navoda davlat qo'ldan kassa yoki davlatning ahli, shu vatanning ahli qo'ldan kassa, cho'qim qo'ldan yo'qolganlarning ichida ota-onami yo'qoladi. Shuning uchun bu yerdagi jihad hammalarning manfaati uchun bo'ladi. Shunga bu vaqtda ota-onaga bo'ysunishdan iborat farzi ayn, ya'ni shaxsning haqqi, shaxsning manfaati ummatning manfaati uchun, umumning manfaati uchun tashlab qo'yiladi va uni qo'yib qo'yiladi. Agar bir vatan qo'ldan ketdi, hammamiz bilamiz, Uyg'ur musulmonlar buni yaxshi bilamiz. Vatan qo'ldan ketdi demak, tuguding demak. Tiling yo'q, yoziqing yo'q, tarixing yo'q, madaniyating yo'q, boyliqing yo'q, obro'ying yo'q, avloding yo'q, hurmating yo'q, xotirjamliking yo'q, hamma narsang yo'q. İslamda 3 asas üstü bilen şahsning, kishilarning manfaati qo'g'diladi. İslamning Allah tarafidan kelishidagi maqsad kishilarning manfaatini qo'g'dash, kishilarning manfaatini saqlash va ularga keladigan ziyon, xatar, fasodchiliklarni to'sish va uni cheklash. Shuning uchun din oldi bilan insonlarning, kishilarning manfaatini qo'g'dashni asos qilganligi uchun din yo'q bo'ldi, hayotlikning qimmati bo'lmadi. Alloh taolo val fitnatu ashaddu minal qatl dedi. Dindan ayrilib qilish, dinning qo'ldan ketishi bu o'ltirilganlikdan yomon. Chunki o'ltirildi, o baxtga erishdi. Mangulik hayotda mangulik baxtga nisb bo'ldi. Ammo dindan ayrilib yashadi. Birinchi qulluqqa, ikkinchi xorliqqa,
üçüncü haqiqiy bir izzatga erişemedi, yok bo'ldi. Shuning uchun davlat ketish, dindan ayrilish, nasli qurish, mal iqtisodlaridan hammadan talon-taroj qilinish, hatto buning ichida ota-ona, uy zamin, mal dunyo hammadan mahrum qilish demak. وقد يعبر عن ذلك بأن الجهاد هنا حق الله والبر حق الوالدين وحق الله تعالى مقدم على حق خلقه. Mana bu sözden bu yerda, bu vaqtda Müslümanların yurtiga düşman tajovuz qilib kirgan vaqtda Müslümanların yurtini tatib olish uchun düşman harakat qilgan vaqtda jihad qilish Allah'ın haqqı deb ifodalanadi. Yaxshilik qilish ota-onaning haqqi. Allah'ın haqqi öz bendelerining haqqidan muqaddam o. Xolis Allah'ın haqqıdan bendelerinin bir-biriga bo'lgan haqqi muqaddam. Amma Allah'ın haqqi umumatan bendelerinin haqqidan muqaddam. Çünkü o devlet qo'ldan ketish orqali din yo'qoldi, shariat yo'qoldi. Allohning u zaminga, u tuproqqa, u yerdagi musulmonlarga egilik qilish huquqi yo'qoldi demak. Musulmonlar Allohga Qur'on bilan bog'lanadi. Allah Qur'onning zaminda tatbiqlanishi bilan musulmonlarga egilik huquqini davomlashtirdi. Agar Qur'onning hukmi, Qur'onning yo'li, Kur'an'ın taqazzası o zemin, o millet, o xalqdan yo'qolsa, Allah'ın o zemin, o xalq, o milletki igidacılık hukuki yo'qoldi deganlik bo'ladi. Şuna Allah'ın haqqı bendelerinin haqqıdan muqaddam. Mana bu yuqorqi so'zni ta'kidlaganlik. Fakasiran ma takunu kalimatu haqqillah ta'biran an haqqil jamaa awil umma. Ko'pincha haqqullah degan so'z cemaatning haqqi ya ummatning haqqini din ifodalash bo'ladi. Haqqullah deb kelsa, cemaatning haqqi yoki ummatning haqqi deganlikni bildiradi. Chunki Allah subhanahu va taologa bu hukmlarning oqisidan manfaat yetmaydi. Bu Allohning haqqi deyish bilan hech qanday bir Allohga bir foydasi yo'q. Allah subhanahu va taoloning uluhiyati, ya Allah'ın mülki, ya Allah Teala'nın ulug'ligi, qudrati eshib qolmaydi. Faqat o manfaat avvalan va axiran o'zining bandelarining manfaati uchundir. Shuna bu yerda Allohning haqqi deyish bilan bandalarning haqqini yuksaltirmoqchi, kuchaytmoqchi va uni ko'paytmoqchi. Demak, ummatning haqqi, jamoatning haqqi, umumning haqqi davomli shaxsning haqqidan oldida turadi. Musulmonlar o'zimizning haqqini deb, millatimizning haqqini umumiy jamoat, jamiyatlarimizning haqqini vayron qilmaslik lozim, buzmaslik lozim. Bir inson bir kishining haqqiga zulm qilsa, o afv qilinsimi, bir millatning, bir xalqning haqqiga zulm qilsa va uningga tajovuz qilsa, o Alloh taolaning oldida afv qilinmaydi. Mana bu qoidani tatbiqlash uchun ummatning haqqi shaxsning haqqidan muqaddam degan qoidani tatbiqlash uchun, ya'ni ummatning haqqini shaxsning haqqining oldida qo'yish degan bu qoidani tatbiqlash uchun Imomul G'azzoli va uningdan boshqa ulamolar musulmonlarni etib etishni ruxsat deb qaradi. Qachon düşman o musulmonlarni qalqon qilib olsa, ya'ni o musulmonlar bilan o'zini himoya qilsa, musulmonlarni o'zining qo'shinisining beshida qalqon qilib olsa, muayyan shart bilan. Demak, bir musulmon kafirga asirga tushib qolibdi. Kafir musulmonni qo'shinisining oldida ep chiqibdi.
Deptu ki Müslümanlığa eğer sizler bizge hücum kılsanlar, biz bu Müslümanını öldürüp etimiz. Bizge hücum kılmanglar, ya ki bizden yolumuzni boş tutpıranglar, deptu. Mana bu şunday çağda Müslümanның menfaatini qo'g'dab, kafirlarga qarshi hujum qilmagan ya kafirlarni yo'qotishga harakat qilmasa, umumiy musulmonlarga ziyon yetadigan ahvol bo'lsa, o vaqtda musulmonlarning menfaatini qo'g'dash, musulmonlarning mavjudligini saqlash uchun kafirning qo'lidagi asirga tushgan musulmon o'ltiriladi. Xuddi bir musulmonni qalqon qilib turib, 10 musulmonni ya 20 musulmonni agar siz hammangiz qo'lingizdagi Qur'onni tashlamasangiz ya bizga taslim bo'lmasangiz, bu musulmonni o'ltiramiz desa, musulmonlar qo'ldagi Qur'onni tashlabdi yoki uning taslim bo'libdi. Natijada hammasini tutibdi. Tutsa, umumatan musulmonlar uni qo'yib etmaydi va boshqa musulmonlarni qo'yib etmaydi. Bu holda umumiy musulmonlar ziyon tortadi. Mayli u vaqtda. Muayyan shart. O muayyan shart umumiy musulmonlarga ziyonning kap qilishidan qo'rqish sharti. Agar uni u yerda etib etmasa, agar dushmanning qo'liga tashlab qo'yib, dushman mayli buni o'ltasin, mayli buni qanday qilsin, biz bu dushmanga hujum qilmasak bo'lmaydi. Bu bir musulmonni ya bir necha musulmonni qalqon turib bizni yo'q qilish xavfi bor deb qaragan vaqtda, bu vaqtda fiqhul muvozanatga selishtirish, ya'ni bir musulmon bilan o musulmonning manfaatini selishtirish masalasi o'tirg'i chiqadi. Selishtirib, cho'qim zodi shu musulmonni yem qilib o'tib, shu musulmondan voz kechib, dushmanga hujum qilmaganda boshqa musulmonlarni amin qolmaydi deyilgan bundoq bir qo'rqinchi bo'lsa, uni musulmonlar kofirlarga tashlab bas bo'ladi. Shak, yani jidal, talash, tortish bo'lmagan bir muqarrar ishdan birisi musulmonlarning qonini to'kish, yani musulmonlarning qonini saqlash vojib va musulmonni nahaq qonini to'kish to'g'ri emas degan qoida turib, qandaqmi Imomul G'azzoli o'xshagan ulamolar ashundaq beguna musulmonlarni, yani kafir dushmanning qo'shinidagi beguna musulmonlarni etib o'tish to'g'ri desin. Amaliyotda umumatan ulamolar musulmonning qonini saqlash vojib, musulmonning qonini saqlash farz deydi. Bir musulmonning qoni Ka'baning hurmatidan hurmatlik. Bir musulmonning hayoti Ka'baning mavjudligidan muhim. Ammo şu kadar muhim, şu kadar hürmetlik bo'lgan bir musulmonni, beguna musulmonni o'ltirish va o musulmondan voz kechish va o musulmonni kofirga tashlab berib turib, boshqa musulmonlarni qo'g'dashni qandoq joiz desin? Demak, bu yerda ummatning manfaati, umumning manfaati, ko'pchilikning manfaati shaxsning manfaatidan muhim va shaxsning manfaatining oldida turadi. Shunga musulmonlar agar o'zimiz sabablik yuzlab, 200lab ya minglab bir musulmonga ziyon yetkazadigan ish bo'lib qolib qolsa, biz musulmonlar shularning manfaatini o'ylab, shularning mavjudligini saqlash yoki shu musulmonlarning sirrini deb samasligimiz uchun o'zimiz kofirning qo'lidan o'ltirish yo'li orqali qutqarsaqmi, u shahidlik u. Men qutila duna ahlihi shahid. Oilasini deb, qarindishini deb, dini deb o'ltirilgan kishi shahid deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlagan.
إنما استجاز ذلك وكل من وافقه صيانة للجماعة وحفظا للأمة من الهلاك. İmam-ül Gazali'nin bunu durust deyişi ve onunla muvafıklaşkanlarının hemmisinin durust, doğru deyişi cemaatni saqlash, ummatni halokatdan qo'g'dash uchun. فَإِنَّ الْفَرْدَ يُمْكِنُ أَنْ يُعَوَّزْ أَمَّا الْأُمَّةَ فَلَا عِوَزَ عَنْهَا. Çünkü şəxsnin o'rnini to'ldirilish mumkin, ammo ummatning o'rnini to'ldirib olib bo'lmaydi. Bir atal şəxsning o'rnini to'ldirib olib bo'lishi mumkin. Haqqancha muhim şəxs bo'lsa-mu, ammo ummat, ya'ni ko'pchilik, umum u asirga tushsa yoki uni dushman besib olsa yoki dushmanning changaliga uchib qolsa, uning o'rnini to'lg'izib bo'lib bo'lmaydi. Uning badalini tepib olib bo'lmaydi. Shuning uchun umumni qo'g'dash, umumning manfaatiga rioya qilish, umumni saqlash bu yerda islomning talabi va taqozosi bo'lib qoldi. Fuqahalar deydi: "Law anna al-a'da'a tatarrasu bi ba'd al-muslimin." Agar dushmanlar ba'zi musulmonlar bilan ba'zi musulmonlarni qalqon qilib olsa, oldida qalqon qilib olsa, xuddi u ba'zi musulmonlar kofirlarning qishida asir bo'lib qolibdi yoki shuning o'xshagan bir ishlar bo'lib qolibdi va u kofirlar musulmonlarni musulmon armiyaning oldida qilibdi. Ular u musulmon bilan saqlang'ili. Shu oldiga chiqirib kelibdi. Atili desak o'zimizning adimi, musulmon. Atmayli desak dushman yaqinlashiravergan. Bag'an siri bizning tarafimizga kelavergan ziyon va dushmanning musulmonlarni yo'q qilish xavfi kuchayavergan bunda bir holda. Va shu g'azolarni qo'yib qo'yganlikda islom ummatiga xatar bo'libdi. Ular bilan urush qilish joiz. Ya'ni shu g'azolar degan shu dushmanlar, jangchilarning shu dushman jangchilarni urush qilmay, qarshilik bildirmay qo'yib qo'yganlikda islom ummatiga xatar bo'lsa, u dushmanlar bilan urush qilish joiz. Agarcha u dushmanlar o'zlaridagi musulmonlarni o'ltirib-vassimi, yana urush qilish joiz. U musulmonlarning qani pok, ularning gunohi yo'q turibligin. U bo'lmasa begunoh musulmon, uningda hech bir gunoh yo'q. Shu musulmon orqali yana bir musulmonga ziyon yetkazmoqchi. Shu musulmon orqali yana bir musulmonni yo'qotmoqchi. Bunda vaqtda u durust emas. Ammo musulmonlarning hammasining hurmati Allohning oldida barobar. Bütün musulmonlarning hurmati Allohning oldida barobar. Bir musulmonni asirga olibdi dushman, yeni bir musulmonni agar sen o'ltirib bersang, seni qo'yib o'taman degan bo'lsa, yoki yeni bir musulmonni chiqib sirlarini pash qilib bersang, uni tutsak, uni qo'limizga tushirsak, seni uning badaliga qo'yib o'tamiz, ziyon yetkazmaymiz degan bo'lsa, u vaqtda u durust emas. Chunki musulmonlarning qani barobar, hammasi o'xshash. U Allohning oldida hammasi barobar o'xshash. Bir musulmonning qanini, ma'ning qani muhim, ma'u muhim, bu degan muhim shaxs, buni saqlash uchun ma'u yeni bir musulmonni qurbon qilsak bo'ladi, voz kelsak bo'ladi deydigan shariatda o'rin yo'q. Ammo bir musulmon bilan bir musulmon emas, bir musulmon bilan 100-200 ming musulmon bo'lsa, bir musulmonning manfaatidan 100 ning manfaati 100 essa, 200 ning manfaati 200 hassa kuchli bo'ladi-da, shu vaqtda ko'p manfaatni va kuchlik manfaatni, kuchlik haqlarni saqlab qolish uchun ojiz manfaat va ojiz haqni voz kechishga va qurbon berishga bo'ladi.
Lekin ummatning hammasini qo'g'dash zaruriydi shu shaxslarni qurbon qilib o'tishni talab qildi. İslamni yildizidan qo'mrab tashlab o'tishdan qo'rqqanlik uchun va kufrning ustun bilishdan qo'rqqanligimiz uchun. Chunki ularni qurbon qilib o'tilmasa, kufr musulmonlarni qo'liga tushirib olsa yoki musulmonlarning ustidan g'olib kelaversa yoki musulmonlarni besib olsa, islom yildizidan qo'miriladi. İslam tugaydi. Kufr ustunlikka chiqadi. O shaxslarning ajri Allohga bo'ladi. Ular Allohning oldida ajr oladi. Demak, bir vatanga kafir tajovuz qilib kelsa, 10 million inson bo'lsa o vatanda, islom vatanida 1.500.000 insonning o vatanni qo'g'dash, o yurtni qo'g'dash uchun shahidlik berishi va o yurtni qo'g'dash uchun jihad qilishi, o'zini qurbon qilishi hech bir masala emas. Shuning uchun Imomul G'azzoli bu xil suratda bu harom qilingan ma'sum qonni to'kkanlik bo'ladi deb e'tiroz qilganlarning e'tiroziga raddiya berib, bi annahu muariz dedi. Chunki bu nishonga ilingan bo'ladi. Chunki buningdan, ya'ni o musulmonni o'ltirishdan qo'llayotganlikda, to'xtaganlikda son sanoqsiz ma'sum qonlarni halol qilib berish bor dedi. O bir gunoh ma'sum, uni deb kafirlarga hujum qilsangiz o o'ladi yoki uni o'ltirib atsangiz ma'sum insonni o'ltirib atgili bo'ladi desa, o o'litganlik rost. Uni kafir nishon qilib turib, boshqalarni qo'liga tushirib ham o'ltamoqchi. O bir musulmonning qonini ma'sum desangiz, uning o'rniga son sanoqsiz ma'sum qonlarni halol qilib berasiz siz boshqalarga. Shuning uchun bir tal ma'sum qonni kechib son sanoqsiz ma'sum qonlarni saqlash, ma'sum jonlarni saqlash, ma'sum insonlarni saqlash kerak. Biz bilamiz, shariat bir butunlikni juz'idan oldini qo'ydi. Haqiqatan islom ahlini saqlash kufr bilan to'qinishdan muhim, shariatning maqsadida bir musulmonning qonini saqlashdan muhim. Mana bu shariatning maqsadlaridan keskin bo'lgan maqsad bu. Asli islom ahlini kafirlar bilan to'qinishdan saqlash shariatning maqsadlarida bir musulmonning qonini saqlashdan muhim. Mana bu biz ko'rgunimizdek fiqhul muvozanat ustiga qurilgandir. Shu bir musulmonni voz kechish badaliga zodi boshqa musulmonlarni qo'g'dab qilishning manfaati, o musulmonni voz kechishning ziyni va o musulmonni qo'g'dayman deb boshqa musulmonlarga keladigan ziyonni hammani selishtirish, maslahat qilish bu muhim. Shu bo'yicha hukm chiqarish kerak. Demak, bu hatto umumning manfaati uchun, umumni qo'g'dash uchun bir musulmonning manfaatidan ketishga islom ruxsat qildi. Chunki umumiy musulmonlarning manfaatini saqlash. Demak, kishilar umumning manfaati uchun o'zini qurbon qilish, umumning manfaati uchun o'lish, umumning manfaatini himoya qilish, umumning manfaatini saqlash uchun jonlarini fido qilish islomda mashru bu. Mana bu shunga o'xshash, agar urush sharoitlari qodir bo'g'ichilarga, ya'ni ko'tiraligichilarga, boylarga siliqni qo'ysa, farza zaroib degan siliq qo'ysa, siliq salsa, jihodni mol bilan ta'minlash,
qo'shinlarga yordam berish, at ulaqlarni tayyorlash va shuning o'xshagan urush ehtiyojlaridan shariat buni kuchlantiradi va buni vojib deb qaraydi. Buningga fuqaholimi ochiq so'zladi. Aslida kishilardan elinadigan boj, siliq faqat mallarning zakati yoki mallarning o'shirsa. Musulmonlarning elinigani bu. Ammo favqulodda musulmonlar kafirlar bilan urush qilib o'tibdi. Yoki bir yurtga musulmonlar besib kirib, kafirlar besib kiribdi. O yurtga kirgan kafirlarni chekindirish uchun o yurtda jihad bo'lib o'tibdi. Jihad mal bilan bo'ladi, iqtisod bilan bo'ladi. Mana bu vaqtda davlatning ya umumning xazinasidagi iqtisod mujohidlarni ta'minlash va ularning qurol-yarog' har qaysi keraklik ehtiyojlarini qamdash, ot uloqlarini hozirlash va shu jihad uchun ketarlik barcha moddiy jihatdagi chiqimlarni hal qilishga yetmabdi. Bunda bo'lsa, chuqum shu yurtdagi boy va berishga qodir bo'lganlarga ortiqcha siliqlarni qo'yib, bojlarni qo'yib, uni yig'ib mujohidlarni ta'min etish, ularni tayyorlash va ularning ehtiyojini qamdash bu durust. Nimishqa? Ummatning manfaatini qo'g'dash uchun. Agar ular shu yurtni, shu vatanni, shu xalqning umumiy manfaatini qo'g'dash uchun jihad qilinmasa, u vaqtda u boylimi, u iqtisodni bilishga qodir bo'lganlarmi va mujohidlarmi hammasi yurtda yo'q bo'ladi. Talon-taroj bo'lib tugaydi. Gerçi köpüncisi o bayladın normal ahvallıda insanların malda zakattan bilek hak talep kılınması mı? Köpünce normal ahvallıda zakattan bilek hak talep kılınmaydı. Zakattan bilek hak kılınmaydı. Müslümanlar zakatını belse buludu. Ama adetin taşkır bir uruş buluvatkan şaraitlerde o mücahitlerini, cengçilerini qo'llash uchun, ularning ehtiyojlarini to'liqlash uchun, qurollarni sarxillashtirish uchun boshqalardan ortiqcha siliq, ortiqcha boj qo'yish bu shariatda durust. Bu yana nima uchun? Umumning manfaati uchun. Umumning manfaati uchun. Uni vaqtda shu shaxslarning manfaatini qurbon qilib turib, shaxslarning manfaatidan umumning manfaatini a'lo bilib turib qilinadigan ishlar. İmamul G'azzali bununla لأننا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين degan so'zi bilan dalil talab qilindi. Chunki biz bilamiz, ulamolar biladi, fuqaholar biladi, mujtahidlar biladi, ikki yomon ish qarama-qarshi kelib qolsa yoki ikki ziyon qarama-qarshi kelib qolsa, shariat ikki ziyonning kuchliroqini va ikki yomon ishning cho'ngroqini chekintirishni maqsad qiladi. Masalan, boydan iqtisodni yig'ib elish, tijoratchidan iqtisodlarni yig'ib elish, ularga ortiq siliq qo'yish, boj qo'yish bu bir ziyon. Ama o mening o'tashga tegishlik üstümdeki haqni o'tadim, berishga tegishlik bojni berdim, men qiladiganimni qildim, ammo ortiqini qilmayman deb turibsa, o boyning mal mulkini, o boyning vatanini, yurtini, umumiy musulmonlarningki xotirjamlik uyini qo'g'dash layoqida bo'lmay qolsa, ziyon ig'ir bo'ladi. U vaqtda u boyningmi,
o qadir bo'lgan iqtisod berishga qodir bo'lganlarningmi va umum musulmonlarningmi manfaati vayron bo'lib, hammasi ziyonga uchraydi. Bu vaqtda iqtisodmanlarning ustiga tushgan ig'ir boj ziynidan umum musulmonlarning ustiga tushgan qulluq ziyni, mahkumlik ziyni bu ig'ir bo'ladi. Shunga ikki ziyonning kuchliroqini, ikki yomonlikning cho'ngroqini shariat chekindirishni maqsad qiladi. Va ma yuaddihi kullu wahidin minhum, ya'ni qo'shimcha boj berishga taklif qilingan har bir o'ylan beradigan ish ozdir o'zi meli din iborat xatarga duch keladigan narsaga solishtirganda, agar islomning liniyasi, ya'ni islom davlati ishlarning nizomini saqlaydigan, yomonlikning moddasini kesadigan shon shavkatdan ayrilib qolib qolsa, va islom davlati ya islomiy yurt ya musulmonlarning mahallasi yurti ishlarining sistemasini saqlab, yomonlikning moddasini kesadigan bu shavkatdan ayrilib qolsa, ya'ni boshqalar uni besib olsa, boshqalar uningga nufuzi ta'sirini yurgizib olsa, u vaqtda u o'zining melining hammasi xatarga uchraydi. Buningga nisbatan elib aytganda, uning qo'shimcha beradigan siliqlari, bojlari nihoyat oz. Shuning uchun boj qo'yishni ulamolar ikki ziyonning cho'ngroqidan saqlanish va ikki yomonlikning kattroqidan saqlanish uchun kichik ziyonni va kichik yomonlikni yomon ishda ishlashga bo'ladi deydi. Uningga qo'yilgan boj kichik ziyon va uni shuni berishga majbur qilgan o'zining millati, o'zining xalqi, o'zining qavmi u bir kichik yomonlik, ammo boshqalarning qo'liga tushib qolgan chaqda u haqiqiy yomonlik bo'ladi. Buni hammamiz obdan bilamiz. Mushuninga o'xshagan musulmonlarning asirlarini azod qilish va ularni kofirlarning asirlik xorliqidan qutuldirish bu shuningga o'xshaydi. Bu ish qanchalik mol taklif qilsa-mu, İmam Malik bunda degan, bütün musulmonlarga asirlarni qutuldirish zarur, agar shu asirlarni qutuldirish ishi musulmonlarning mollarini hammani tugitib etsa bo'ladi. Bir musulmonni qutuldirish uchun uning badaliga bütün musulmon o'zining melini berib qutuldirish mumkin bo'lsa, o musulmonni qutuldirish, o musulmonni xalos qilish musulmonlarning ustiga vojib deb Imom Malik degan. Nima uchun? Chunki bu asirlarning hurmati islom ummatining hurmati. Ummatning hurmati shaxslarning mollarining xos hurmatining to'pisida deydi. Malning hurmati va malning ulug'ligi bor, ammo musulmonning ulug'ligi bor. Mal bilan musulmonning ulug'ligi ikkisi bir-biriga qarama-qarshi kelib qolgan chaqda musulmonning ulug'ligi malning ulug'ligining oldida turadi. Musulmonning hurmati malning hurmatining oldida turadi. Bir musulmon islomga tava. Islomning hurmati umumiy ummatning hurmati. Umumiy ummatning hurmati bir shaxsning hurmatidan ustun turadi. Shuning uchun agar bir asrni musulmonlarning hammasi qo'lidan keladigan kuch va imkoniyat bilan qutuldirish mumkin bo'lsa, o qo'lidan keladigan kuch bilan qutuldirish kerak. Agar undaq bo'lmay faqat boj to'lash va qo'ygan siliqlarni topshirish badaliga musulmonni qutqazg'ili bo'lsa, bütün musulmonlar hech qandaq meli qolmaganga qadar hammani sarf etib, o musulmonni qutuldirish vojib. Uni qutuldirganlik islomning hurmatini saqlaganlik. Uni qutuldirganlik cho'ng manfaat uchun kichik manfaatdan voz kechganlik bor. Bir musulmonning manfaati umumiy musulmonning melining manfaatidan yuqori. Chunki islomda din uchun jon, mol, avlod
hamma narsa ko'proq qilinadi. Avvalo jon uchun mol hamma narsa ko'proq qilinadi. Agar din bilan jonning manfaati bir-biriga to'qnashib kelib qolsa, cho'qim dinning manfaati qo'g'diladi. Shuning uchun dinning ustunligi, dinning mavjudligi, dinning yeyilishi uchun musulmonlar o'zini u din yo'lida, dinni ustun qilish yo'lida qurbon qiladi. Ya'ni shahidlikni izlab jihad qiladi. Agar insonning mavjudligi bilan molning mavjudligi to'g'rish kelib qolsa, molni berib musulmon o'zining mavjudligini saqlaydi va mavjudligini qo'g'daydi. Unda bo'lganda bir musulmonning kufrning qo'liga tushib qelish, musulmonning kufrning qo'lida qilish va kufrning qo'lida izzatidan, hurmatidan, hatto dinidan va barcha insoniy huquqidan ayrilib har holatda yashashga musulmonlar agar qutuldirish imkoniyati bo'lsa, iqtisodi bilan, har narsa bilan uni qutuldirish musulmonlarga vojib bo'ladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Va rahmatika ya rahmanir rahim.